Hech kim onani qonidan intizomli bo'lib tushmaydi. Mani qo'limdan shu intizomli bo'lish kelmaydi deb siqilmang. Agar biror bir ishda haqiqatda natijaga chiqmoqchi bo'lsangiz, o'smoqchi bo'lsangiz, o'sha ishni bir puxta amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bahonalarni ham bir chetga surib, yig'ishtirib qo'yish kerak. Keyingi oyda ingliz tili o'rganarman. Dushanbadan boshlab zalga chiqaman. Pul topib olay, keyin bemalol boshlayman. Bugun kayfiyatim yo'q deydi. Erta yig'larman. Bilasizmi, bu gaplarning hammasi o'zini o'zi aldashdi. Buni to'g'rilash mumkin. Butun dunyo bo'yicha oladigan bo'lsak, qancha odamlar buni eplagan-ku. To'g'rimi? Hatto men ham eplaganman. Bo'lmasa ko'p narsa meni kayfiyatimga bog'liq edi. Kayfiyatim bo'lmasa shunchaki qimay qo'yardim xolos. Lekin buni iloji bor ekan. Har qanaqa odam intizomli bo'lishi mumkin va eng muhimi, bu intizom sizga olib keladigan foydada. Har qanaqa yo'nalishda eng katta natijalarga olib keladigan narsa ham o'zi bu intizom. Bu videoda ana shunaqa intizomni qurish uchun 5 ta strategiyani ko'rib chiqamiz. What's up family? How you guys doing? It's Mike again. Men Mr. Mike 7 yildan beri ingliz tilidan dars berib kelaman. Oxirgi 7 yil mobaynida offline hamda online dars berib, 3000 dan ortiq insonlarga ingliz tili o'rganishga ko'maklashganman. Bilasizmi, shu davr ichida ko'rganim deyarli hamma o'quvchida shu intizom bilan yaxshigina bir muammosi bor-da. O'rganish motivatsiya bilan boshlaydi, hech qancha vaqt o'tmasdan tashab qo'yadi. Bir kun haqiqatda zo'r yush qiladi. Keyin dars yo'q-da. Yush qilishga ulgurmadim. Esimdan chiqib qopti degan bahonalar bilan keladi. Stabil, barqaror dars qilib keladigan o'quvchilar ham yo'q emas albatta. Keyin mana shu o'quvchilarni solishtirib analiz qilishni boshladim. Nimaga bu o'quvchim intizomli, doim dars qilib keladi? Nimaga bu dangasalik qiladi, bir kun qiladi, bir kun qilmaydi? Sabablarini o'rgandim va qo'ldan kelgancha har xil metod va texnikalardan foydalanishga harakat qilib to'g'riladim. Natijalar bor, o'sish ham bor. Har xil guruhlarda ancha intizomli tarzda ingliz tilini o'rganishni boshlagan o'quvchilarni ko'rishni boshladim. Bu texnikalar albatta sizlarga ham yordam beradi degan umiddaman. Men ishlatgan eng ko'p foyda beradigan 5 tasini aytib beraman. Lekin undan oldin intizom o'zi nima? Mana shu savolga javob topib olaylik. Intizom kayfiyatingiz bor yo'qligiga qaramasdan qilinish kerak bo'lgan ishni qilib qo'yish. Lekin intizom degani bu odam o'zini o'zi majburlab qilish kerak degani emas. Intizom bu odam shunchaki o'zi bilan kelishishi. Men shu ishni qilaman deb o'sha va'dasida turib, o'sha va'dasini qilish. Intizom ozgina yoqmasligi mumkin, og'riqli bo'lishi mumkin. Lekin o'ylab qarasak, tartibsizlik bilan yurib, kayfiyat qaqqa olib ketsa, o'sha joyga ketib qolaverib, natijaga chiqolmay qolib ketish undan ham og'riqli bo'ladi. Video davomida o'zimiz bilan o'zimiz qanaqa kelishishimiz kerakligini ham ko'rib chiqamiz. Hozir biror narsa o'rganishda intizomli bo'lish uchun birinchi usul boshlashni oson qilish. Esingizda bo'lsa, dangasalik mavzusidagi videomizda 1 daqiqa qoidasi haqida gaplashgandik. Ana o'sha boshlashni oson qilish uchun eng zo'r usul. 1 daqiqa qoidasi. Bu til o'rganishdagi eng xitrlik yo'llaridan biri hisoblanadi va aynan dangasalar uchun zo'r ishlaydi. Qisqa qilib aytganda, o'sha dangasa miyangizni fint qilib aldash usulida bu. Misol uchun ingliz tilini o'rganishingiz kerak. Lekin dars qilishga kelmayapti. Atigi 1 minut ingliz tilida podkast ko'raman deb boshlang va u yog'ini umuman o'ylamang. Ishoning, 1 minutdan uzoqroq vaqt ko'ra olasiz. Chunki dangasalik yutib turgan odamning o'zi asosiy katta muammosi boshlab olishdi. Bu usulni men oldin ham o'z ba'zi ishlarda ishlatardim. Menda ishlagani uchun sizlarga tavsiya qilgandim. Lekin u videoda aytganimdan keyin hamma maqtab yozishni boshladi. Albatta buni o'qiganimdan keyin menga turtki bo'lib, yana ham ko'proq ishlatishni boshladim. Endi o'zim aytib turib, o'zim amal qilmasam, g'alati bo'ladi-yu. To'g'rimi? Yana bitta narsa. Mashq qilishda ham zo'r ishlar ekan. Dars qilishni boshlash uchun dars o'tgan paytda o'zi nimalardan foydalanasiz? Qanaqa instrumentlar kerak bo'ladi? O'shalarni olishga oson bo'ladigan joyga qo'yib qo'ying. Zeriksak nima qilamiz? Ana shu Instagram qurg'uriga kiramiz-da. To'g'rimi? Xohlamasak ham o'zi qo'lni o'zi Instagramga bosib yuboradi-da. Chunki u oson joyda turadi. Muscle memory degan narsa bor o'zi. Ya'ni muskullarni o'zi o'rganib qolgan o'sha ish harakat qilishga. Kerak endi. Telefoningiz yoqqaningizda ko'zingiz birinchi tushadigan narsa shu Instagram qurg'uri bo'lmasin. Boshqa narsa qo'yaylik shuni o'rniga. Foydaliroq, masalan, kitob o'qiysizmi, o'sha kitob ilovasini qo'yib qo'ying. Audio eshitasizmi, o'sha audioni qo'yib qo'ying. Nimadir sabab bilan qo'lingizga telefon olganingizda, ana o'sha ilovaga kirasiz. Kirishga qulay, tayyor turadi. Inglify'da ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, Inglify ilovasini asosiy bo'limga qo'yib qo'ying. Kirish uchun, dars qilish uchun oson.
qulay bo'ladi. Mana uyda hamchi kitoblaringiz ana javonni ichida turmasin-da, ko'rinadigan joyda tursin. Shuni olib o'qishingiz mumkin bo'ladigan joyda tursin. Notebookingizda dars qilasizmi, o'sha ochadigan faylingiz ham tayyor tursin. Mana shunda o'tirib dars qilib keta oladigan, shunda o'tirib kitob o'qishingiz mumkin bo'ladigan sharoit qilib qo'ying. Ikkinchi usul. Birinchi usulning teskarisi. Chalg'ituvchilarni o'chirish. Ya'ni endi sizni chalg'itadigan narsalar kirishga noqulay bo'lishi kerak. Ha, shu telefon chiqarganni uyqusini. Yo'q. Gap telefonda emas. Har xil chalg'ituvchi ilovalar borligida. O'zingiz bilib bilmasdan har xil ilovalarga notification, xabarnomalarni yoqib tashlagansiz. Shuning uchun ham ulardan xabar kelib sizning e'tiboringizni bo'laveradi. Sozlamalar bo'limiga kiringda, o'sha narsani o'chirib qo'ying, baraka topkur. Sozlamalarga kirasizda, shu chalg'itadigan ilovalarning sozlamalarini ko'rsangiz, hammasi yoqib turgan bo'ladi. Bitta o'chirib chiqasiz. Lekin kerakli ilovalarniki tursin. Endi ular yaxshi-da. Sizga dars qilishni eslatib turadi. Dars qilmay qo'ysangiz, system control tizimi sezib, sizga eslatadi. "Ey, faolroq bo'ling", deydi. Bunaqa foydali ilovalarniki yoqligicha qovursin. Uyingizda stolingiz ustida sizni chalg'itadigan narsalar ko'p bo'lsa, o'shani ko'zga ko'rinmaydigan joyda olib qo'ying, ko'rinmasin. Chunki, mana oddiy misol olaylik, stolingiz ustida zararli bir shikalat turgan bo'lsa, bitta olib yeb qo'yasiz. Xuddi shuni o'rniga, quruq mevalardanmi yoki ho'l mevalardanmi tursa, orada zerikkaningizdan yeb turasiz. Xuddi o'sha gap. Shuning uchun kerakli narsalar yetishga qulay, kerak emaslari noqulay bo'lishi kerak. Uchinchi usul. Natijani emas, jarayonni sevish. O'rganmoqchi bo'lgan narsangizni tasavvur qiling. Masalan, ingliz tili. Ingliz tilida sizga kerakli natija bu bemalol gaplasha olish bo'lishi mumkin. Intizom bilan har kuni shug'ullansangiz, 6-7 oyda bemalol shu natijaga chiqa olasiz. Ana endi qarang. Faqat e'tiboringizni shu natijaga qaratsangiz, 7 oyda siqilib qolasiz. Chunki bosib bir hafta chidab mashq qilsangiz ham, borsini 2 hafta mashq qilsangiz ham, o'zingiz ustida ishlasangiz ham, xohlagan unaqa natijaga chiqa olmaysiz. Ha, endi shuning uchun nima qilish kerak? Ingliz tili o'rganish jarayonini yoqtirib qolishingiz kerak. Maza qilishingiz kerak. Endi albatta, o'zingiz majburlab biror bir tilni yoqtirib qola olmaysiz. Siz jarayonni qiziqarli qilish kerak. Maksimal qiziq bo'lsa, o'shani bir o'zingiz sidqidildan deydi-ku, maza qilib bajarasiz. Mana unaqa shoshmasdan, bemalol o'rtacha tezlikda o'ziga yoqqan narsalarni ko'rib, eshitib yursangiz, bardoshingiz uzoqroqqa chidaydi. Mana ingliz tilida tez tili chiqadiganlar ham unaqa 5 soatlab o'tirib olib, ertayu kech ingliz tili bilan shug'ullanmaydi. Mana o'ziga yoqqan mashg'ulotlarni ingliz tilida qiladi. Masalan, kino bo'lsa, ingliz tilida ko'radi. Mashg'ulot eshitish yoqadimi? Ingliz tilida eshitadi. Analiz qiladi, yangi qanaqadir narsalar o'rganadi jarayon davomida ham. Keyin o'rganayotgan bilimlar yana ham mustahkamlanish uchun ozgina o'tirib mashq qiladi. Shu ikki toifadagi o'quvchilar, ya'ni bittasi faqat natijani ko'zlab o'qiydi, bittasi bo'lsa jarayondan zavq oladi. Bularning o'rtasidagi farq nimada? Unda o'ylab qarasangiz, ikkalasi ham mashq qilyapti. Ikkalasi ham ingliz tilini o'rganishga harakat qilyapti, lekin bittasi jarayondan zavqlanyapti, maza qilib, o'zi xohlagandek o'rganyapti. Natijani kamroq o'ylayapti. Hozir qo'lidan nima keladi? O'sha qo'lidan kelgan ishni qilyapti va o'sha narsadan zavqlanyapti. Va narigisi bo'lsa, faqatgina fikri xayoli shu 7 oyda shu ingliz tilida sayrab yorish bo'lsa, har kuni o'zini ustida ishlaydi, lekin natijadan hali beri darak yo'q. Va bu qaytanga o'zini o'zi motivatsiyasini sindirish bo'ladi-yu. To'g'rimi? Mana faqat natijani o'ylaydigan odam, agar natijasi 1 oyda ham kelmagan bo'lsa, tashlavoradi. Haqiqatda hech kim irodasi o'zi yoqmagan mashg'ulotni qilib 6-7 oylab yura olmaydi u mashg'ulot bilan shug'ullanib. Ko'p ko'rganman-da, 2 haftalik motivatsiyaga to'lgan o'quvchilar. Haqiqatda bosib dars qiladi, zo'r, hamma darsda aktiv bo'ladi. O'ylaydiki, ha bo'ldi. Bir haftada o'sha ingliz tilini yorib olaman. Ikkinchi haftadan o'sha speaking qilaman. Uchinchi haftadan sekin travel bosamiz. Uyg'oning, unaqa emas, unaqa ishlamaydi. Bu birinchi oy o'zi faqat jarayonga bunday kirib olish bo'ladi. O'zi nima, qanaqa qatta bilib olasiz, ingliz tilini tushunishni boshlaysiz, his qilasiz o'zi nimaligini. Keyin sekin o'qiysiz, o'rganasiz, qiziqishingiz ortadi. Ozginadan keyin natija kelishni boshlaydi. 1 oy, 2 oydan keyin speaking qilish degan boshlaganingizda, ha, mana shunaqa bo'lar ekanda deganingizda bo'ldi, bosasiz yo'g'iga. O'tirib olib dars qilasiz, o'ziga yoqqan ishlarni ingliz tilida qilasiz. Bu kim gapirsa ham inglizcha aralashtirib, I got you deb qo'yasiz. Ketdi bu yog'i, jarayon o'zini o'zi olib ketadi. Mana shu oldinroq aytgan narsalarni oldini olish uchun biz nima yechim qilganmiz? Keling shu haqida gapirib beraman. Mana asosiy darslar bor. Qisqa, o'yinga o'xshab maza qilib dars qiladi. Tez kirib mashqlar chiqadi, keyin bu yoqda bir dunyo, bir olam kontentli qilib qo'yganmiz.
o'shalardan foydalanadi. Resurs bo'limida o'quvchilarimiz uchun maxsus kontentlar bor. Buning ustida alohida production jamoasi ishlaydi. Bu kontentlarni o'zimiz tayyorlaymiz. Tayyor kinolarni olib, shuni qo'yib qo'ysa ham bo'lardi. Aslida ular ham bor. Lekin ingliz tilini endi boshlagan o'quvchilar unaqa kinolarni ko'rsa tushunmaydi. Shuning uchun eksklyuziv kino izoh rukni bor. Kinolarni 15 minut, 20 minut ko'rganingizdan keyin kadr bu yoqqa qaytadi. Teacher Azam bilan maxsus mehmonlar o'sha sahnada nimalar bo'lganini tushuntirib berishadi. Yaxshilab tushunib olasiz. Ha, demak, mana bu sahnada unaqa narsa bo'lgan ekan. Men to'g'ri tushungan ekanman deganingizdan keyin yana qo'yib yuboriladi. Yana borib 15 minut, 20 minut ko'rasiz. Yana baqa o'tadi. Biz yana tushuntirib beramiz. Shu jarayon takrorlanib, butun boshli kinoni siz ko'rib tamomlaysiz. Analiz qilib, tushunib ko'rasiz. O'sha jahonga mashhur bo'lgan kinolar ham tayyor turadi ilovada. Lekin siz kino izoh nuqtadan 10 ta, 15 ta shu tarzda kinolarni ko'rib, analiz qilib o'rganadigan bo'lsangiz, ertaga siz ingliz tilida kino ko'rishni boshlasangiz, tushunishni ham boshlaysiz. Bundan tashqari podkastlar ham bor. Lekin degan tomoni ham yo'q emas. Aytgandek, ingliz tilini endi o'rganayotgan o'quvchilar podkastlarni eshitib tushunmaydi. O'zi gap nima haqida ketayotgan, odam nima kuldi, nega hamma bolani jahli chiqib bundoq qarab qo'ydi. Tushunmaysiz. Shuning uchun biz o'zimiz Amerika va Shotlandiyalik do'stlarimiz bilan Level Podcast yaratganmiz. Siz qaysi darajada bo'lishingizdan qat'iy nazar unaqa podkastlarni ko'rsangiz tushuna olasiz. Intermediate-mi? Bunaqa podkastlar bor. Elementary, hatto beginner bo'lsangiz ham o'shaqa podkastni ko'rib bemalol tushuna oladigan bo'lasiz. Chunki biz beginner darajasiga moslangan podkastlar olganmiz. So'zlar, ishlatiladigan grammatika, tezlik siz darajangizga moslangan bo'ladi. Boshlanishiga shunaqa turdagi podkastlarni 10 ta, 15 ta ko'rsangiz, ertaga keyin podkast haqiqiy o'sha native speakerlar bilan o'tirib gaplashgan podkastlarni ko'rsangiz ham tushuna oladigan bo'lasiz. Men shunaqa o'rganish jarayonini iloji boricha fun, qiziqarli qilishga harakat qilib kelyapmiz shu vaqtgacha. Kostimasin bu juda ham yaxshilab kelyapti. Ayni damda biz bilan o'qiyotgan 7000 dan ortiq aktiv o'quvchilar bor. Ishlaydigan odamlar, talabalar, hatto uy bekalari ham bor. Chunki qulayda, xalaqit qilmaydi. Agar siz ham o'quvchilarimiz qatoriga qo'shilib ingliz tilini qiziqarli tarzda o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizga maxsus sovg'amiz bor. Bu sovg'ani atayin video oxirida beramiz. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz bilasiz. Haqiqatda ingliz tili kerak. O'rganmoqchisiz. Chin dildan, sidqidildan shu boshlayman deb turibsiz. To'g'rimi? Shuning uchun mana oldingizda turgan tepa-tekin resursdan foydalanyapsiz. Endi agar siz aynan shu video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, Englify'ning 6 oylik kursini oladigan bo'lsangiz, 1 oy bonus sifatida beriladi. 12 oylik kursini oladigan bo'lsangiz, 2 oy shundoq tepa-tekinga berib yuboramiz. Endi mana qarang, bahonalar o'tmaydi. Chunki ingliz tilini istalgan joyda, istalgan vaqtda o'rganish imkoniyatingiz bor. Gap mullajingda-da deyotgan bo'lsangiz, ayni damda chegirmada mana sizga bonus ham beryapmiz. Chunki 6 oylik yoki 12 oylik kurs oladigan bo'lsangiz, bu oyga ancha arzon tushadi. Biz shunga qo'shib 6 oylikka 1 oy, 12 oylikka 2 oyni bepulga bonus sifatida beryapmiz. Video tavsifdagi havolaga bosib ro'yxatdan o'tsangiz, menejerlarimiz aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotni berishadi. O'zi kurslarimiz qanaqa, nechta puldan tushadi, hammasini bilib olasiz. Eslatib o'taman, bonus faqatgina shu video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'tsangizgina ishlaydi. Agar mabodo havolani topa olmayotgan bo'lsangiz, ko'proq degan yozuvga bosing. Rus tilida еще, ingliz tilida more yozuv bo'lishi kerak chamamda. O'shanga bossangiz to'liq tavsif chiqib keladi. Ana o'sha havolaga bosasiz. Biz esa davom etamiz. O'zimizga va'da berish. Oddiy qoida. Katta va'dalar yo'q. Kuniga 3 soatdan har kun ishlayman emas, 15 minut har kuni dars qilaman. Har kuni 5 minut bo'lsa ham kitob o'qish, kuniga 10 ta, borsa 15 ta bo'lsa ham mashq qilish bo'lishi mumkin. Miyani qo'rqitmaymiz ham. Takol yo'qki, aldab o'tamiz. Keyin ikkinchi kelishuv. Bahona chiqsa ham harakat to'xtamaydi. Umuman, charchab ketdingizmi? 5 minut o'qing qani, darrov. Chunki biz birinchi navbatda natijaga emas, o'zimizga hurmat quryapmiz bu yerda. O'zimiz birinchi o'rinda. Uchinchi, eng muhim kelishuv. O'zimizga bergan va'dani buzmaslik. Ana o'shanda hayotimiz o'zgarishni boshlaydi. Rostdan ham-da, bo'ldi, nimadir qilamiz dedikmi, qilaylik shu narsani. Buni mendan kattalar ham aytgan-ku. Masalan, Matthew McConaughey aytgan gaplarni o'qib beraman. Agar bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, chinakamiga qiling. So'z bergan bo'lsangiz, bajaring. Bajara olmasangiz, boshida bajaraman deb aytmang. O'zingizga haddan tashqari majburiyat tiqmang. Qaror qabul qilganingizdan keyin esa shunchaki oyog'ingizni tiqib ko'rib chiqmang. Ko'ramiz, urinib ko'raman degan holatda yurmang. Sinab ko'rish haqida oldindan o'ylang.
Lekin boshlagandan keyin butunlay sho'ng'ing. Oxirigacha boring. Yakunini ko'ring. Narigi tomonga chiqing. Bir ishni chala-chulpa qilsangiz, nimaga erishganingizni ham bilmaysiz. Yutdingizmi, yutqazdingizmi, xohlaganingizni oldingizmi, yo'qmi, noma'lum. Lekin oxirigacha borganda oynaga qarab shunday deysiz. Men hammasini berdim. Oxirigacha bordim. Endi bildim. Bu menga to'g'ri keladi yoki yo'q. Sodda qilib aytganda, yaxshilab o'ylab ko'rib, keyin va'da bering. Va albatta va'dangiz ustidan chiqing. Ingliz tilini o'rganaman deysizmi? Boshlab qo'ying, va'dangizga vafo qiling. O'rganish jarayonidan zavq olishni o'rgansangiz, vafodor bo'lish ancha oson bo'ladi.